Abduqodir Husanov Barselonada. Biroz oldin bir qiziq xabarga ko'zim tushib qoldi. Ya'ni Qirg'izistonning Manas shahrida joylashgan Barselona akademiyasi murabbiylaridan biri Rafael Muslimov Abduqodir Husanovni Barselonaga o'tishi va u yerga qanchalik mos kelishi haqida o'z fikrlari bilan o'rtoqlashgan va shuni sizga ham bo'lishmoqchiman. Abduqodir Husanov katalon futboliga juda ham mos tushadi. Unda Pep Gvardiola himoyachilarida qadrlaydigan sifatlar bor. Tezlik, jismoniy kuch, agressivlik, futbol intellekti va o'rganishga moyillik. Shu sababli u Pep qo'l ostida muhim futbolchiga aylandi. Gvardiola uning kuchli tomonlarini yaxshi tushunadi va ularni o'z o'yin modelida qanday ishlatishni biladi. Josep Gvardiola va umuman Barselona modeli uchun himoyachi o'yinni chuqur tushunish kerak. Hujum rivojlanishini oldindan ko'ra bilishi, to'g'ri pozitsiya tanlash va bosim ostida qaror qabul qilishi muhim. Agar Pep Abduqodir Husanovni aqlli va tez o'rganadigan futbolchi desa, demak u unda o'z tizimiga moslab rivojlantirish mumkin bo'lgan o'yinchini ko'ryapti. Shunday ekan Abduqodir Kataloniya klubiga ham bemalol moslasha olgan bo'lardi. Barselona akademiyasi murabbiylaridan biri Rafael Muslimov aynan mana shu fikrlarni Abduqodir Husanov haqida aytib o'tgan. Manchester City osonlikcha Abduqodir Husanovni qo'yib yubormasligi aniq. Lekin shunchaki tasavvur qilib ko'raylik. Abduqodir Barselonada. U sizningcha jamoaga mos kelgan bo'larmidi?